Bu Shohruxbek Olimov, minglab o'quvchilar ustozi, 8,5 ball sohibi. IELTS olamida o'zining bombezniy va ciao for now degan so'zlari bilan tanilgan. Bu esa o'sha butun Toshkentni titratgan sho'xa slovesniy. Aytishlaricha, imtihonga kirganda u ekzaminlarni savol-javob qilib chiqqan. Hozir sizga bu o'tchovlonni kunlik suhbatidan bir parchasini ko'rsatib beramiz. The first thing I would like to mention is that I love football. The first thing I would like to mention is that I love football. The first thing I would... Hey, speakingni onasini ko'rsatib yubording-ku. Nima qildim? Ana, aqlli Olimovdan so'ra. Nima bo'ldi? Speaking savollarini yodlab turdim. Narsa o'tib qoldi. Prям so'zma-so'z yodlayotganding. Bolani urishmasdan shunday to'g'ri tushuntirsang bo'ladi-yu, sho'xa. Kim? Sho'xa slovesniy. Bo'ladimi endi? Shunday bo'lsa. Qara, qo'zg'ay. Hozir bu yerda sho'xani qilgan ishida ozgina bu yerda jonbor o'rganayotgan yo'lingni o'zi senda noto'g'ri. Imtihonga kirganda ekzaminlar shunday bu yerda bilib oladi yodlayotganingni. Simbolik mana bu yerda the first thing I would like to mention is that deydigan bir shablonli strukturani ishlatayotgan bo'lsang, bilib qolganidan keyin u yoki bu yerda ballingni shunday qilib tushirib yuboradi, yoki umuman bu yerda randomli boshqa savollarni so'rashga o'tib ketadi. Yo'q, Mani ustozim mana Mametdek so'zlarni ishlatsang 7 plyus olib chiqasan deb aytgan edi-yu. Ko'r o'zing. Qani. Another thing that's worth noting is that, nevertheless, I must say that off the top of my head. To'xta. Qo'zg'ay. Bular so'zlar senga umuman kerak emas. Bu hammasi shablonli struktur hisoblanadi. Sen hozir savolingda ma'noni berish o'rniga qanaqa mana shu strukturani bu tiqsam bo'lar ekan deb miyani romkaga tiqib qo'yapsan. Ko'cha o'p ketibsanmi? Sandan yuravergandan keyin qara. Sen o'zbek tilini o'zida kimdirdir bu yerda eshitganmisan? Ma'ni ta'kidlab o'tishim kerak bo'ladigan birinchi narsa shuki deganini. Yo'q. Exactly, native speakerlagan bu xuddi shunaqa juda g'alati eshitilinadi. Bu xuddi Zaporojga tap etib Ferrari'ni shinasini tiqib qo'yganga o'xshaydi, tushunyapsanmi? Yodlamaslik kerak ekanda. Lekin men tabiiy gapiraman desam, tutilib qolaman. Nima qilyapsan? Muttusha olaman dot. Pauzalama. Qara, pauzalarni yechsa bo'ladi. Qiyin narsa emas, faqatgina qaysi turdagi pauzalarni biz aniqlab olishimiz kerak. Senda bu idea relatedmi yoki vocabulary relatedmi? Birinchi o'rinda prosta g'oyani o'zi kelmay qoladi. Nima deyishni ham bilmay qolaman. Damashniy bo'lganingdan keyin bilmaysan-da. Unda u yon atrofga chiqadi, nima tema qayerda bo'lyapti, panasiya yig'adi. Uyikimisan nima? Erkak kishi ko'chaniki bo'ladi, so'zingni oldirib qo'ymaysan o'shanda. Men senga kitobdan dars bersam, men hayotdan dars beraman, qo'zi. Tan olish qiyin bo'lsa ham noto'g'ri narsani aytmadi lekin. Agarda sen o'zbek tilini o'zida javob bera olmasang savolga, qanaqa qilib ingliz tiliga bu yerda javob berasan? Ya'ni muammo tilni bilmasligingda emas, balki mana shu narsa zo'r rivojlanmaganligida bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda sen shaxs sifatida o'sishing kerak. Men buni bu yerda kengaytirishing kerak bo'lar ekan. Kitob o'qigan, обязательно odamlar bilan ko'proq bu yerda muloqotda bo'lgan, yangi bu yerda kasbni o'rgangan, izlangan shaxs sifatida o'sgan demoqchiman. Mana atrofdagi hamma 8-9 vatkalarga qaraydigan bo'lsang, ularni o'zbek tilini o'zida muloqot qurishi 5-6 vatkalarga qaraganda ancha farq qiladi. Hop, urushib tashlamaylar. Faqat g'oya emas menda muammo, kelib turadi u ham. Zo'r vocabulary keladi, nima deyishimni bilaman, grammatika bu yerda bo'ladi hammasi. Lekin nimaga ham gapiraman desam, chiqmaydi. Baryerim bor degan. Baryer. Ha, tekshirib olamiz. Mana bunga qaraganingda birinchi xayoling kelayotgan so'z nima? Pul? Ko'katu bu. Muammolaring ham shunda. O'zbekchada fikrlaysanlar. Sen qanaqa qilib ingliz tilini o'zini o'rganmoqchisan? O'zingni ona tilingda, misol uchun ham bu yerda yashab, ham fikrlab, ham o'shanda his qilib bu yerda yuradigan bo'lsang, ketmaydi. Mana bu shuning uchun ham miyan hozir bu yerda tiling bilan bu yerda bog'lanmagan. Bu shu 1-2 soniya miyanda bu yerda vaqting tarjima qilishga yetar ekansan. Birinchi o'rinda tilni o'zini zo'r o'rganmoqchimisan, mana bunaqa bir deydigan pauzalarni yo'qotmoqchimisan, o'sha tilni o'zida fikrlashni boshlagan. Buni bizda 3 ta etapi bo'ladi. Eng birinchisi bu hozir qilganimiz atrofdagi barcha obyektlarni bu ingliz tilini o'zida ko'rish bo'lar ekan. Shunday pulga qaraysan, oh it's money deysan yoki misol uchun cash bo'ldi deysan. Mana buni o'ziga shunday bu yerda qaraysan, book deydigan narsa xayolingga kelish kerak. Kitob emas. Ceiling, wall,
close, peric, Twig. 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 Svoyskiy bu. Bu object thinking etapini zo'r tomoni bilasanmi nimada? Sen o'zing bilmagan holda yangi so'zlarni tap etib o'tib yodlab ketasan. Mana ko'pchilik o'sha vaqtini alohida ajratib, bir soatlab o'tirib kartochka orqali yodlaydi, zubyoshka qilib o'tiradi bu yoqda, ya'ni school maktab school qilib, lekin baribir bu yerda esdan chiqib ketadi. Bir haftadan keyin u passiv vokabularga nari borsa bu yerda kirib ketgan. Sababi nimada? U so'zni prosta kontekstda o'zida yodlamaydi va hayotda keyin ularni ko'rmaydi qanaqa ishlatilishini yoki bu yerda tarjimasini o'zini shundoq bu yerda qarasam aytilgan so'zini o'zbekcha bu yerda qabul qilib ketar ekan. Olimlar shu narsani isbotlaganki, bitta narsani sen esda qoldirish uchun sen u narsani 7 marotaba uchratishing kerak. 7 marotaba miyangdagi bu yerda linklar bir-biriga bog'lanishi kerak ekan. Пожалуйста, Paris o'zini yodlamoqchimisan? Mana boshiga 7 martalab qarab o'zingga shuni tuk deb bu yerda eslatib turgan. Butun umr bu esda olib ketadigan sanda so'z bo'lar ekan. Bitta atrofingni o'zing. Qara, nechta bilmaydigan so'zing bor, a? Mana birinchisi, rozetka misol uchun bilasanmi? Yo'q. Daryoda misol uchun tubi bor ekan, mana gullatiydi. Bilasanmi? Yo'q. Yoki masalan, svet. Kuniga 20 ta, 30 ta, 50 talab o'tdi bu so'zlarni san ko'rasan-da. Prosta har safar o'zingga eslatib yursang, 4-5 marta qarashing o'zida butun hisob etadi va bunga vaqt sarflashing ham shart emas. Eng zo'r tomoni, bu so'zlar bizda senga 7+ olib beradigan uncommon bo'ladigan so'zlar bo'lar ekan. Mana marking criteria deb qo'ygan. 7+ olmoqchi bo'lsang, deydi use uncommon words. Ko'pchilik mana shuni definitioniga qaraganda, demak bu hech kim ishlatmaydigan so'z, takoy nevertheless yoki masalan live, yashashning o'rniga bu yerda inhabit, reside, bir takoy so'zlarni ishlatish kerak deydi. Yo'q, mana xuddi shunaqa reside degan so'zni qaysi o'quvchi biladi? Uncha-munchasi bilmaydi. Ishlat, speakingni tap etib 7+ni bu yoqda olib chiq. Bu birinchi etap, eng fundamental, eng kerak bo'ladigan etapimiz hisoblanadi. Kallang kompyuter emas, u qog'ozga tushirib ol bunda. Ikkinchi etap action thinking deb ataladi. Ya'ni hozir bu yerda qanaqa xatti-harakat qilayotgan bo'lsa yoki qanaqa hissiyotlar o'tayotgan bo'lsa, ularni inglizchada bu yoqda o'ylaysan. Mana misol uchun, slovesniga qara, hali ham sochini ukladka qilib o'tiribdi. O'ylaysanmi endi? He's still combing his hair. Yoki o'zingga qara, oyog'ingni bu yerda boydan beri titratib o'tiribsan. Nima deysan o'zingga qarab shuni sezganda? Oh, my legs still shaking. Xohlasa ham bu yerda chuqurroq tushib, sababini ham bu yerda keltir. Because I am under high stress because I haven't eaten anything today and I am starving. Misol uchun, prosta I am hungry deyish o'rniga shunaqa ochimdan o'layapman, hech nima yemadim. Chuqurroq bu yerda qanchalik qira olsang, shunchalik o'zingni gapga solgan bo'lasan. Endi 3-etapga o'tamiz. Bu bizada story thinking deb ataladi. Ya'ni polностью o'sha o'tmish yoki bu yerda kelajak hammasi to'g'risida bu yoqda bemalol gapiraverasan. Kirmadi omoningga. Gapingga yasnib ber. Misol uchun hayotda bu yerda eng katta erishmoqchi bo'lgan maqsad to'g'risida gaplashsak bo'ladi. I have got this romantic dream of getting married. Just picture this, candlelights, beautiful sunsets, and only me and her shaking our hands, lying on a beautiful beach that's overlooking a pristine view. And between us are lying 3 of our adorable children. Ket qol, buni fantaziyasi. Tizi. Uzr. Berilib ketdim men. Xullas, hozir hamma aytgan bu 3 ta etapimni qilib boradigan bo'lsang, 1-2 haftani o'zidayoq shunaqa darajaga bu yerda erishasan, sen tushlaringni o'sha inglizchada bu yerda ko'rishni boshlaysan. Keyin native speakerlardan san o'sha farqlar bo'lmaydi. Faqatgina bunga ozgina sabr qilish kerak. Hozir shu gaplarimni aytmoqman, esingda bu yerda qolib, ertasi kuni borsang, bagina o'zbek tilingda bu yerda o'ylab yurasan. Bu darmon holat. Bitta miyang kelib qolgan, to'xta bu menda devor emas, bu wall edi deb shunaqa eslatib turaversang, tez orada bu senga o'sha odatga aylanib qolar ekan. Bilasanmi, inglizchada fikrlashning eng zo'r tomoni nima? Bu san naqsh qanaqa deyarli mehnatni o'zini talab qilmaydi. Mana kuniga bu yerda 24 soat vaqting bor deydi. 8 soat ishga ketsin, miyam band bo'ladi. Yana 8 soating bu yerda qanaqadir ham o'qishingga yoki muhim fikrlarga bu yerda ketsin, 8 soat band bo'lsin. Qolgan 8 soating bo'sh. O'sha yerda sen o'zbek tilini o'zi bo'lmag'ur xayollar bilan misol uchun yurasan. To'g'rimi? O'sha narsani prosta inglizchaga bu yerda o'zgartirib qo'y. Xuddi o'zing bilan o'zing yoki bir boshqa odamlar 8 soat bu face to face speaking qilgandek gap bo'lar ekan. Mana sen hozir bu yerda o'quv markaziga borib mana o'stirib yuraman deb olsan. O'stiryapsanmi? Yo'q. Yo'q. Nega? Chunki bitta darsingni o'zi 90 daqiqa bo'lsin. 10 ta bu yerda odam bo'lsin. Har bitta odamga 9 daqiqadan to'g'ri kelyapti. Uni ham yarmisini bu yerda ustozing gapiradi. 4,5 daqiqa bitta odamga qolyapti. Haftasiga 4,5 bitta darsi 4,5 daqiqa bu yerda gapirib olsan. Haftasiga bu 15 daqiqaga to'g'ri kelar ekan. Qanaqa qilib speakingni bu yerda o'stirmoqchisan? O'sha, конечно, deb pauzalar bilan yuraverasan. Mana bu narsani fikrlashni bu yoqda ishlatgan ekan. Okay?
Ha, tushundim. Vo, davro beraman. Speaking qilish odami yo'q ekan deb shopillab yurmagan. Hayotda nima nujdang bo'lsa, unga o'zing paxat qilishing kerak. Boshiga olima tushib, olim bo'lib ketganlar faqat kitobda bo'ladi, qo'zi. В точку. Kstati, bilasanmi? Bitta menda hozir zo'r o'yin bor. Fluency'ni yanada bir next levelga olib chiqib beradi. Ayniqsa mana seni bilaman, ama shu paytgacha o'sha Galitsинский, Bonk, Grammatika, Murphy hammasini bu tugatib tashlagansan. Bilasan hammasini. So'zlarni ham ancha-munchasini yodlagansan. Bilasan, lekin ishlata olmaysan, kelmaydi. O'shani bu yerda tezlashtirib beradigan, aktivlashtirib beradigan o'yin ekan. Bu jam deyiladi. Vareniyami? Yo'q, bu just a minute deyiladi. Ya'ni bitta luboy hozir biz mavzuni olamiz. Noodatiyroq, g'alatiroq bu yerda mavzu bo'lsa, undan ham bu yerda zo'r va o'sha to'g'risida 1 minut to'xtamasdan bu yerda gapirish kerak. Maksimum bu yerda stop qilish mumkin bo'lgan vaqt bu 2 soniyagina bo'ladi. Undan bu yerda oshadigan bo'lsa, buni bizada punishment'i bor ekan. Punishment'i bu limon yeyish bo'ladi. Xohlasang bu yerda garmdorroq qo'ysang, undan ham zo'r. Maqsad bu yerda hozir zo'r gapirish emas, bo'lmag'ur narsani ham gapirsa bo'ladi. Eng asosiysi umuman bu yoqda pauza qilmaslik ekan. Keyin senga hozir shuni bitta misolda ko'rsatib beraman. Keslaversin, sendan o'zi zo'r g'oyalar chiqadi. Menga bitta luboy so'z aytasan, o'shani kesib tur limonni. Gapira olmasam, men yeyman. Mard bo'l. Gapira olsam, sen yeysan. Kelishdimi? Bo'ldi, ketdi. Kesib olsam o'sha zo'r. Davay. Bitta menga luboy so'zni bu yerda berlaring, o'shani hozir senga misol qilib ko'rsatib beraman. Paypal. Okay, let's talk about pipox. That's translated as socks into English. So pipox, they are so good that they can keep you warm there, your feet there so warm that you will start liking your life. Just imagine how cold and frozen your heart and your soul would be without the socks. The moment you are stepping onto the ground, bam, freeze is kicking in through all of your body and you don't even want to leave. So I believe that a sock is a very, very good invention that the humanity has ever created. Actually, what's better than a sock is 2 socks, especially in winter when it's freezing cold, like even 1 sock is not enough for your feet to be kept warm. And another greatest use that the socks can bring, I believe, is the way how they can be given as presents, like in New Year's maybe, or in 14th of January, like some girls are very hesitant to bring some better gifts. That's why they just get the oops, I did it, Slovensniy, qildim, davay, limon. Qattu lekin. Arsloningizdan erkak so'zdan qaytmaydi deydi. Mujik bo'lamiz. Limon. Молодец. Good. Maza qilding. That's it. Qo'zivoy, ko'rdingmi? Mana xuddi shunaqa bu yerda o'ynaladi. Orasida misol uchun men o'zim ozgina bu yerda qaytarib qo'ydim. Ozgina misol uchun tashqariga bu out of olib chiqib ketdim. It doesn't really matter. Meaning bu umuman emas. Eng главный bu yerdagi maqsad sen dalsha bu yerda gapirishing kerak. Orasida xatosi bo'lsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham mayli. Prosta bitta narsani o'zini eslab qolgin. Sen agar boshida to'g'ri gapirish to'g'risida bu yerda o'ylaydigan bo'lsang, keyin to'g'ri gapirgandan keyin miyang to'lib ketadi-da, uni tezlashtirishing qiyin bo'ladi juda ham. Juda ham qiyin bo'ladi. Har doim o'sha pauza bilan sekin gapiradigan qolib ketasan. Lekin boshida bitta tez gapirishni o'rganib olsang, oldingda misol uchun bir ikkita bu yerda odam bo'lsa, mana men borman. Xatolaringni eng muhimlarini bitta bu yerda aytib turadigan bo'lsang, bo'ldi. U speed of speechingga kelgan bu yerda umuman ta'sir qilmas ekan. Zato постоянно fluent bo'lib, native speakerlarning o'ziga o'xshab bu yerda gaplashaverar ekansan. Tushundingmi endi, Qo'zivoy? Zo'r tushundim. Eng zo'r ustoz sen ekansan, Olimov. Yordam bera olganligimdan xursandman. Men bu yerda hozir Shohrux degan o'ziga порядочный, достойный mujik dars o'tdi. Общийga bu video berilayotgan bo'lsa ham, yaqinlar bilan ko'raveringlar. Eng muhimi, Hoji onaning duosini olib yuringlar. Baxt tilayman. Ветер заречет, и